Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. Bizning Xalq banki tizimida xotin-qizlarimizga bir qator imtiyozli kreditlarimiz mavjud. Shulardan Hamroh kredit dasturi bor. Bu kredit dasturining maqsadi tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, tadbirkorlik tashabbuslarini amalga oshirish uchun keyin kart oluvchi ta'sischilar tarkibida ayollar ulushi 50% va undan ortiq bo'lishi kerak. Ayol rahbarligida bo'lgan kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlariga beriladi. Tashabbuskorning ulushi loyiha qiymatining 30%dan kam bo'lmagan miqdorda shakllantirilishi kerak. Kredit muddatlari loyiha o'zini qoplash davridan kelib chiqib 84 oygacha, aylanma mablag'ni to'ldirish uchun 24 oygacha amalga oshiriladi. Imtiyozli davri 24 oygacha, aylanma mablag'larni to'ldirish uchun 6 oygacha. Yillik kredit foiz